Tasavvur qiling. 14 asr oldin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vidolashuv hajdadirlar. Siz ham go'yo o'sha yerdasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qosva, ya'ni oq tuyalarida kelib, Rahmat tog'ini etagidagi bir harsang toshning ustiga chiqib, o'sha paytdagi sahobalarga bir necha banddan iborat vasiyatni qilganlar va qiyomatgacha keladigan ummati Muhammadiyaga yetkazishlikni ham tayinladilar. O'sha kuni Hajjatul Vadoda o'sha qilingan vasiyatlarning ichida namozni saqlamoq, ayollar haqqiga rioya qilmoq, musulmonga nisbatan moli, qoni, obro'sini nohaq to'kishlik harom ekanligi haqidagi bir necha banddan iborat vasiyatni qilganlar. Biz ko'rib turgan mana bu harsang tosh Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'lib, go'yo hozirgacha bu ummatga o'sha voqeani eslatib turgandek. Bu albatta bilganlar uchun manfaatdir. Ana endi muhtaram aziz vatandosh, siz ham bu toshni qayerda ekanligini bilasiz. Rahmat tog'ini etagida joylashgan, Rasululloh o'sha ustiga chiqib vasiyat qilgan toshlari shudir.